Agar bir insonni 60 yil umr ko'radi deb olsak va u inson tishlarini 3 yoshdan boshlab yuvadi deb hisoblasak, umr bo'yi qancha suvni shunchaki isrof qilib yuborishligini hisoblab ko'ramiz. Kuniga 2 marotaba tishlarni yuvish deb olsak, bir yuvishda 18-27 litr suvni isrof qilar ekanmiz. Agarda bu ko'rsatkichni 2 ga ko'paytirsak, bir kunda o'rtacha hisobda 36 dan 54 litrgacha suv isrof bo'ladi. Yillik hisoblaganimizda esa 365 kun. Ko'paytiradigan bo'lsak, 36-54 litrni 13140 dan 19710 litrgacha suv isrof bo'ladi. Bu litrlarni 57 yilga hisoblaydigan bo'lsak, 749 mingdan 1,123 minggacha suvni umr davomida isrofga chiqazib yuborishligimiz mumkin bo'lar ekan. Bir inson kuniga 50 bilan 100 litr o'rtasidagi ichimlik suvidan foydalanadi. Bu kunlik ehtiyojimiz, yuvinishga, iste'molimizga va boshqa xizmatlarimiz uchun sarflanadigan suv miqdori. Biz esa bundan-da ko'p suvlarni isrof qilyapmiz. Bugungi ma'lumotlarimizdan keyin siz ichimlik suvini ishlatishda tejamkorlikka rioya qilasiz degan umiddamiz. Farzandlarimizga ham tishlarini yuvishda iste'mol suvidan to'g'ri foydalanib, tejamkorlikka alohida e'tibor berishlikda namuna bo'lasiz degan umiddamiz. Unutmang, kichik odatlar katta o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.